Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun temir ionini, temir 3+ ionini spektrofotometrik aniqlash ishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Avvalambor temir 3 ionni konsentratsiyasi past bo'lgan holatda rangsiz bo'lishini hisobga olgan holatda uni rangli holatga o'tkazib olishimiz kerak. Ya'ni rangli holatga o'tkazish uchun sulfosalitsil kislota bilan uni kompleksini olamiz. Ya'ni kislotali muhitda, ya'ni kislotali muhit sifatida 2 normalli sulfat kislotadan foydalanamiz. Demak, bizga standart bo'lgan temirda standart holatda temir 3 ionini 0,01 mg taqsim millilitr bo'lgan standart eritmasi, 10% sulfosalitsilda standart eritmasi va 2 normalli sulfat kislotalarida standart eritmalari kerak bo'ladi. Endi eritmalarni biz avvaldan tayyorlab olganmiz. Shuning uchun tushuntirib ketamiz. 5 ta 50 ml standart kalibrlangan o'lchov kolbalarini olib, ularni har biriga o'sha 0,1 mg taqsim millilitr bo'lgan eritmamizni suyultirib olamiz. Ya'ni 0,02 mg taqsim millilitr qilib suyultirib olgan eritmamizdan 5 har biridan oshib borish tartibida, ya'ni 1,5, 3, 4,5, 6 va 7,5 millilitrdan solamiz va ustiga har birini ustiga kislotali muhitni ta'minlash uchun, ya'ni muhit 1,5-2,5 orasida bo'lish uchun 2 normalli sulfat kislotadan 1 millilitrdan standart qo'shib chiqilgan va undan keyin esa ustidan sulfosalitsil kislotamizni 10% eritmasidan 5 millilitrdan har biriga qo'shib chiqqanimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin, konsentratsiya oshishi bilan, ya'ni hosil bo'lgan kompleksimiz, ya'ni temir 3 bilan hosil bo'lgan sulfosalitsilli kompleksimizni rang intensivliklari oshib borishini ko'rishingiz mumkin. Demak, bularni har birini endi suvga nisbatan, ya'ni distillangan suvga nisbatan o'lchaymiz. Nima uchun distillangan suvga nisbatan o'lchanadi? Chunki biz temirimiz ham, o'sha temir 3 ionimizni tuzi ham va sulfosalitsilimiz ham suvda eriganligi uchun bizni solishtirma eritma sifatida suvni olishimiz mumkin. Demak, suvni olayotganimizda har bir jarayonda o'sha probir nimalarimiz, kuyetalarimizni o'sha nur o'tadigan tomoni, ya'ni tiniq bo'lgan nur o'tadigan tomonni yaxshilab tozalab olishimiz kerak bo'ladi va shu priborimizni birinchi nimasiga qo'yib olamiz. Birinchi joyiga va ikkinchisida biz birinchi nomerli, ya'ni 1,5 millilitr temir solgan eritmamizni o'lchash uchun kuyetamizga quyib olamiz. Albatta buni tozalab olishimiz kerak. So'ngra esa ikkinchi nomerdagi eritmamizni quyib olamiz. Eritmani quyish chegarasi bor. Belgilangan nuqtasigacha eritma quyiladi. Agar eritmalarimiz rangsiz bo'ladigan bo'lsa, kvars kuyetadan, agar rangli eritmalar bo'ladigan bo'lsa, shisha kuyetalardan foydalanishimiz mumkin. Chunki bilamizki, shisha kuyetalar o'zi ham bir qancha nurni yutadi. Bu spektrofotometrimizning umumiy ko'rinishi, spektrofotometrimiz kompyuter bilan bog'langan. Bu o'lchash diapazoni 190 nanometrdan 1100 nanometrgacha bo'lgan sohalarni o'lchay oladi. Endi bizga kerakli bo'lgan sohani o'lchashimiz mumkin. Demak, sulfosalitsil kislotamiz bilan olingan temirli komplekslarimiz 510 nanometr to'lqin uzunlikda nur yutishiga asoslangan. Demak, mana har bitta eritmada birinchi nimamizga joyiga
suv, oddiy distillangan suv, ikkinchisiga ketma-ketlikda 2, 3-lari va 4-chisiga o'sha kompleks eritmalari qo'ydik va yopamiz buni. Endi esa mana umumiy programmani ko'rinishi bor. Mana UV vis analiz ko'rinishi mana ko'rishingiz mumkin va programmani ishga tushiramiz, ya'ni priborimizni ishga tushirish jarayoni. Endi bu joyda e'tibor berishimiz kerak. Mana bu tarafida mana optik zichlik, ya'ni inglizchasiga absorbance yozilgan, pastda gorizontalda va valentaj, ya'ni to'lqin uzunlik qo'yilgan va biz mana bu joydan buni o'zgartirishimiz mumkin. Sohani tanlashimiz mumkin bo'ladi. 200 nanometrdan 1000 nanometr oraliq intervalda turibdi. Endi buni bemalol o'zimizga kerakli bo'lgan sohaga o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, ko'rishimiz mumkin 300 nanometrdan demak 800 nanometr masalan taxminan oladigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, mana bu joyida 300 nanometrdan 800 nanometrgacha bo'lgan to'lqin uzunlik oralig'i tanlab olindi. Optik zichlikni ham xuddi shunday o'zgartirishimiz mumkin. Mana optik zichligimiz bu yerda 0 dan 1 gacha turibdi. Demak, 0 dan 1 gacha emas, 0.5 dan masalan 0.5 dan 2 gacha qilib o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, mana optik zichligimiz 0.5 dan, ya'ni eng yuqori ko'rsatkichi optik zichlik qiymati 2 gacha bo'lgan intervalli oraliqda tanlab oldik. Endi priborni tahlilni amalga oshirishdan avval biz ya'ni suvga nisbatan 0 ga keltirib olishimiz kerak, ya'ni kalibrovka qilib olishimiz kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana automatic zero calibration, bu ya'ni o'sha avtomatik ravishda 0 ga keltirish. Pribor mana o'zi avtomatik tarzda 0 ga keltirayotgan, ishlayotganini ko'rishingiz mumkin. Suv bilamiz, rangsiz modda bo'lgani uchun o'zidan nurni yutmaydi. 100% nurni distillangan suv o'tkazish xususiyatiga ega. Mana 0 ga keltirish jarayoni tugadi. Mana finish scanning the sample, please continue your work. Ya'ni skaner qilish tugadi, ishni davom ettiring deb aytyapti. Demak, ishimizni davom ettiramiz va mana bu joyda ikkinchi moddamizni nur yo'liga to'g'rilaymiz. Ya'ni dastlabki namunamizni tahlilini amalga oshiramiz. Mana bu joyda bilamiz, pust tugmasini qizil bilan belgilab turibdi. Pust tugmasini bosamiz va tahlil amalga oshadi. Mana bu joyda esa grafik, mana o'sha chiqadigan spektrimizni rangini tanlashimiz mumkin. Masalan, tanlaymiz, birinchi spektrimiz qizil rangda. Demak, chiqadigan spektrlarimiz qizil rangda bo'lib chiqadi. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, sample, ya'ni birinchi namuna tahlili amalga oshayotganini ko'rsatadi. Sample 1, ya'ni birinchi namunani tahlili amalga oshmoqda. Ko'rishingiz mumkin, mana qiymatlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi namunamizni
tahlilini amalga oshirdik va ikkinchi namunamizga o'tamiz. Ya'ni ikkinchi namunamizga, ya'ni 3-o'rinda turgani uchun mana nur yo'liga to'g'irladik va keyingi namunani tahlilini amalga oshiramiz. Mana keyingi namunamiz tahlilini amalga oshirish boshlandi va chiqadigan spektr rangini ko'k rang bilan tanlab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana tahlil amalga oshyapti, ya'ni ko'k rangda yutilish spektri chiqishini ko'rishingiz mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, konsentratsiya oshishi bilan mana optik zichllik oshyapti. Chunki konsentratsiya optik zichlikka to'g'ri proporsional hisoblanadi. Demak, mana 3-namunamizni o'lchashga o'tamiz. Boshladik. Mana 3-namunamizni tahlilni amalga oshiramiz va yutilish spektr rangini yashil rangga belgilab olamiz. Yutilish spektrimiz yashil rangda chiqadi. Demak, keyingi eritmalarimizni tahlilini ko'ramiz. Tahlilni boshlaymiz. Ya'ni 4-namunamizni tahlilni amalga oshiramiz. Ko'rishimiz mumkin, konsentratsiyaga bog'liq ravishda, ya'ni optik zichliklar oshib boryapti. Ya'ni har bitta namunani konsentratsiyasi oshgan sari optik zichlik qiymatlari oshayotganligini kuzatishimiz mumkin. Keyingi yutilish spektri, keyingi namunamiz tahlili amalga oshyapti. Mana tahlil jarayoni tugadi va so'nggi namunamizni tahlilni amalga oshiramiz.
ko'rishingiz mumkin. Eng so'nggi namunamizda yutilish spektri chiqishini, konsentratsiyalar mos ravishda optik zichllik qiymati oshib boryapti konsentratsiyaga bog'liq ravishda. Endi ushbu optik zichllik qiymatlaridan darajalash grafikini tuzib olamiz. Demak, mana ko'rishimiz mumkin, o'sha 1, 2, 3, 4, 5 ta namunamizda yutilish spektrlari olindi. Endi ushbu optik zichllik qiymatlaridan o'sha har bitta namunani 510 nanometrda tahlilni amalga oshirdik. O'sha 510 nanometrda har bittasini optik zichllik qiymatlarini yozib olib, Excelda hisoblab darajalash grafikini tuzishni ko'rsatamiz. Demak, yangi Excel ochamiz va qiymatlarni kiritishni boshlaymiz. Konsentratsiya, optik zichllik, demak 1.5, 3, 4.5, 6 va 2.5 qiymatlarni kiritamiz va optik zichllik qiymatlarini endi birinchi namunamizda 0.2, 6, 8, 0.28, 63. İkinci namunamiz optik zichlligimiz 0.59, 03. Üçüncü namunamiz 0.